Minecraft, lekin bloklardan random narsalar tushadi. Bu degani siz shunchaki daraxt chopmoqchi bo'lsangiz, sizga bazalt tushadi. Ha, bunda hech qanday ma'no yo'q va u kerak ham emas. Bizning maqsadimiz esa Ender Dragon'ni yo'q qilish. Uloda sating. Mana bunday bloklarni sindiramiz. O yotoq bor, pushti bloklarni sindiringlar. Yotoq bo'ladi. Pushti bloklarni qilish uchun buni sindirish kerak. Buni qo'yib, buni sindiramiz, bunda yotoq tushadi, biz uxlaymiz. Lekin yotoqni qo'ygandan keyin sindirsanglar qaytib olish. Baribir qara. Baribir. Chacha! Ikkita yotoq. Bittasini qo'yib sindirib qo'y. Yo, kaktus ishlari tushmadi. Sindirib qo'y. Yo'q. Ikkita. Buni ham sindir. Buni ham sindirib. O, yana bitta. Bu nima? Vazi. Bunda o'zi tusharkan. Qaranglar, bunda o'zi tushar. Koja. Ya bacham cho'ldan ketaylik, normalroq joyga boraylik, issiq bu. Ko'ryapsanmi? Yo, lava. Lava? Lekin buni boshimiz ko'ramizmi shu? Albatta buzilgan portal shoh surdik. Kodlarni aytinglar, kodlarni. Kodlarni aytyapman. 59 77 118. Soda kodlarni qo'y. Rambolar hech cho'ldan buzilgan portal topolmagan. Sen o'zing shunaqa portal topolgansan. Voy. Ya bu yerda sandiqni qidirish kerak, epik narsasi bor. Sandiqda sindirsang ham random chiqadi.